Lekin qaynoq o'zini ashaddiy obunachilar, xudo xohlasa bitta ko'rsataman. Buni bitta ko'rib qo'yasizlar. Xudo xohlasa, xo'p, bu 300 kvadratlik 210 kvadrat topli pol bo'lgan. Faqat topli polni o'ziga. Endi bitta uylarda topli pol yo'q ekan. U uylariga batareyka o'rnatib berdik. Usta akamiz, xo'p, akamizning xonadonlariga. Xo'p, bu 300 kvadratlik. Xo'p, narxi $1400. Kelishadigan xonasi bor. Listlarini aytadigan bo'lsam, listlari xo'p, to'rli rossiyskiy qora list bo'ladi. Bizda xo'p, o'tib listasi temir bo'ladi. Birli rossiyskiy listdan bo'ladi. Xo'p, motorlari bizga aytganda miyasi shit bitmas ekanlar. Motorimiz endali. Xo'p, bo'lmasa motorlarimizni ham ko'rib qo'yasizlar. Motorimiz oldi orqaga suradigan, xudo xolasa motorimiz. Hozir o'rnatib chiroyli qilib berdik. Hozir 55 gradusga qo'yib qo'ydik. Xo'p, 49 gradus. Ko'mirimiz, xudo xolasa, to'ldirib narsa qilib qo'yishdi. Chiroyli qilib o'rnatib narsa qilib beryapmiz. Sistemalarni endi bog'lanib, ana qilinadi, izolyatsiya qilinadi. Zakonni Patopoy haydayaptimi deb o'ylashadi. Aka, ma'qul keldimi? Iloji boricha qo'limizdan kelgancha qilib berdik. Mahoratimiz ishlatib aka. Xudo xolasa rozi bo'lasiz. Xo'p, hamma uylari bitta qator, xo'p, uylarda to'plab oling, noto'g'ri tushunmaysizlar. Hammani xonadoni narsasi bor, endi ko'rsata olmaymiz. Xo'p, o'zi sistema maytdan o'zida bilsalaring, o'zi ko'rinadi o'zi. Aka, rozi bo'ling. Xo'p, bo'ladi. O'zim like podpiska qilmaymiz, sog' bo'lasizlar. Usta, bitta o'zi gapirib qo'ying endi.